Assalomu alaykum obunachilar, kanalimizga takror xush kelibsizlar. Xudo xolasa bugun ba'zi bir yana ajoyib Yevropaga deb kutib yurmaydigan, asosiy sirazi sizlarga tezda ishga boradigan davlatdan vakansiyamiz bor. Ya'ni bez viza boraverasizlar, bemalol ishlayverasizlar do'stlar. Sirazi borib, Rossiya bilan pashti bir xil atrofida pul topasizlar do'stlar. Do'stlar, bu vakansiyani yetkazmasdan oldin kanalimizda yangi bo'lsalaring, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlikni unutmanglar. Va bundan tashqari doimgidek yana menga bog'lanmoqchi bo'layotganlar, mana Instagramim bor, Instagramimdan. Do'stlar, bundan tashqari mana Telegramimga qo'yib qo'yganman. Telegramga mana shunday yozib turib, sayohat olami deb yozsalaring, 14 mingdan oshiqroq podpischiga bor Telegramimiz, gruppamiz. Boshqa gruppalarga kirmanglarki, boshqa gruppalar hammasi mashinist va gruppalar bilinglar do'stlar. Mana shu Telegram gruppamiz ichiga kirsalaring, meni Telegramim bor. To'g'ridan o'zimga, shaxsiyimga bog'lanadigan. Shu yerdan yozishlaring ham mumkin do'stlar. Xo'p do'stlar, endi asosiy bir maqsadga o'tadigan bo'lsak, asosiy maqsadimiz Qirg'izistonda yangi vakansiya bor do'stlar. Xohlovchilar bo'ladigan bo'lsa, menga yana to'g'ridan mana shu Telegramga kirib bog'lanishlaring mumkin. Albatta do'stlar, men Instagramdan ko'proq bir vaqtim bo'lmayapti. Hozir bir yordamchim yo'q, bir o'zim ishlayotganligim uchun vaqt yo'q do'stlar. Vaqt bo'lganda albatta sekin-sekin javob beramiz, xabarlaring bo'lsin. Endi do'stlar, bitta narsa bor. Yosh chegarasi problema emas. Necha yoshda bo'lsangiz ham farqi yo'q. Qirg'izistonga ishga jo'natamiz. Eng asosiysi sizni professionalligingiz. Ya'ni yaxshi usta bo'ladigan bo'lsangiz, g'isht teruvchilar hozir 20 kishi g'isht teruvchi odam kerak bo'lib turibdi. Bundan tashqari отдельщик ustalari bo'ladigan bo'lsa, faqat usta do'stlar. Ya'ni nima emas, pasovnilar shart emas, pasovnilarimiz bor deyapti. Bizga deydi, haqiqiy ustalar kerak. Ya'ni pasovnini o'zimiz yonidan qo'shib beramiz deb shunday deyishyapti do'stlar. Shuning uchun ham qiziqadigan bo'lsalaring chiqaverasizlar do'stlar. Dokumentalniy bo'ladi, zakonniy borib qonuniy ishlaysizlar. Eng yaxshi zo'r plus tomoni qo'shni davlat. Xohlagan vaqtingiz zerikkaningizda shunday oilangiz kelib ko'rib ketadigan eng zo'r nima? Ketdim men deb bugun boraman, ertaga qaytib kelaman deb ham shunday Qirg'izistonda yonida bo'lib ham bizni vodiyga, Farg'ona vodiysiga yaqin bo'lgan yer, sirasi o'tib kelib tezda nima bo'ladi? Bir kunda borib, bir kunda qaytib keladigan yer. Shunaqa do'stlar, qiziqqanlar bo'lsa bemalol menga chiqaverasizlar. Dokumentlarini hammasini qilib beradi, firma o'zlari qilib berishadi. Yotoq joyni besplatni beradi do'stlar. Hozir men sizlarni jo'natadigan bo'lsam, o'zlari kutib olishadi bu yerda, o'zlari hotelga yerlashtirishib, shu nima qilishadi do'stlar. Men o'zim adres beraman. Albatta buni o'ziga yarasha to'lovlari ham bor do'stlar, xabarlaring bo'lsin. Ya'ni biroz bir xizmat haqqi bu yerda olinadi. Bundan ham xabarlaring bo'lsin do'stlar. Eng asosiysi ish o'zimizni pashti vatanda desa ham bo'ladi do'stlar. Lekin oyliklari ham juda ham yaxshi. Qanday oylik beramiz deydigan bo'lsangiz, yo'q do'stlar, oylik emas. Ob'yomga beriladi. Qancha g'isht tersiz, shunga pul olasiz do'stlar. Qancha ko'p ishlasangiz, shunchaga ko'p nima qilasiz do'stlar. Menimcha zo'r bo'ladi, zakonniy bo'ladi deb o'ylayman. Qiziqqanlar do'stlar, yana takror aytamanki, mana shu Telegramdan menga bog'lanishlaring mumkin. Instagramimdan ham yozsalaring bo'laveradi do'stlar. Instagramimdan ham yozsalaring bo'ladi. Vaqtim bo'lganda albatta javob beraman. Xudo xolasa bir yordamchi olay oldin. Yordamchi olgandan keyin xudo xolasa yana ham ko'proq Instagramga bog'lanib, Instagramdan gaplashishga harakat qilaman do'stlar. Va bundan tashqari xabarlaring bo'lsin. Butun mana shu Telegram gruppamda chiqarayotgan vakansiyalarni pashti qaysilari O'zbekistonga bo'ladi, qaysilari Yevropada yurganlar uchun bo'ladi. Germaniya, Belgiya, Gollandiyada chiqarayotgan ishlarim faqatgina Yevropaning ichida yurgan ID karta olgan do'stlarimiz bo'lsa yoki polskiy vizalari bor do'stlarimiz bo'ladigan bo'lsa, bularni jo'natish imkonimiz bor do'stlar, mana shu ishlarga. Albatta juda ham oyliklari zakonniy, zo'r chiqaryapman men. Bundan tashqari do'stlar, O'zbekistondan kelmoqchi bo'layotganlar, agar Yevropaga qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsa, mana shu Bolgariya men gruppamga qo'yyapman. Bolgariyada ish bor deyapman. Bundan tashqari Polshada ish bor deyapman. Bundan tashqari mana Slovakiyada ish bor deyapman. Bundan tashqari Latviya, Litva davlatlarida ham furaga qilib beryapmiz deyapman. Mana shularga O'zbekistonliklar uchun bo'ladi. O'zbekistonda yurganlarga, yangi kelmoqchi bo'layotganlarga Yevropaga do'stlar. Xullas, mana shu do'stlar. Asosiy nima shu? Bundan tashqari yana bir narsani sizlarga men eslatib o'tmoqchiman do'stlar. Asosiysi Polshada xirurg, anestezolog, fizioterapist va yana pediatrlar kerak do'stlar. Mana shu 4 ta soha bo'yicha agar
haqiqatdan ham shu mana shu to'rtta soha bo'yicha siz ustasi bo'ladigan bo'lsangiz, men mana shu doktorman, mana shu siz aytib o'tgan doktorlarning bittasiman men deydigan bo'lsalaring do'stlar, sizlarga viza, garantiya, Polshaga ish bor do'stlar. To'g'ri, borsak polyak tili bilmaymasalaring, hattoki polyak tiligacha o'rgatishadi. O'zlari yonidan to'lab sizlarni kurslarga berib o'qitib o'rgatishadi. Xabarlaring bo'lsin. Oyliklari ham 2,5 ming dollardan boshlab 10 ming dollargacha oylik olasizlar do'stlar. Mana shu o'rtasida. Yo'q deganda 2,5 ming dollar oylik olinadi. Endi ertaga bir o'zingizni ishingizni boshlab, kasal qabul qilishni boshlaganingizda banitsada bilinglarki, oyliklaring normalniy 10 ming dollargacha chiqishligi mumkin. Xabarlaring bo'lsin. Mana shuni yetkazib qo'ymoqchiman oxirgi gapim. Hammalar Alloh panohiga sog' salomat bo'linglar.